Hali ham 10 gigabitli tarmoqda qotib qoldingizmi? Infratuzilmani darhol 25 gigabitga yangilashning eng ishonchli usuli bilan tanishing. Pixitech SFP28LR20. Bu 25 gigabitli Ethernet va CPRI tarmoqlari uchun yuqori unumdor hamda iqtisodiy jihatdan samarali yechim. Standart LC Duplex konnektor va single mode optik tolasi orqali 20 km gacha bo'lgan masofada 25 gigabit sekundgacha tezlikni ta'minlaydi. 1310 nanometrli DFB lazer esa eng toza signalni uzatadi. Hot swap xususiyati tarmoqni to'xtatmasdan o'rnatish imkonini beradi. Qolaversa, Digital Diagnostic Monitoring orqali modulning harorati va signal holatini real vaqtda aniq nazorat qila olasiz. Modul 0 dan 70 gradusgacha bo'lgan haroratda ham mukammal ishlaydi. Tarmoq infratuzilmangizni sifatli uskunalar bilan yangilang. Hoziroq biz bilan bog'laning va tarmog'ingiz tezligini oshiring.